Salom do'stlar, rus tilini o'rganishni davom etamiz. Birinchi, ikkinchi darslarimiz sizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Tushunmagan bo'lsangiz, yana bir karra ko'rib, qaytadan tushunib olishni tavsiya etgan bo'lardim. Chunki darslarimiz bir-biriga uzviy bog'liq. Bugun sizlar bilan rus tilidagi fe'llarni o'rganamiz. Fe'llar, bilasiz, bu ish harakatlarni ataydi. Masalan, bormoq, kelmoq, gapirmoq, turmoq, o'tirmoq va hozir moq shaklida aytyapman. Endi fe'llarni xuddi o'zbek tilidagidek 3 ta zamonga ega. Hozirgi zamon, o'tgan zamon, kelasi zamon. Fe'llarning tuslanishiga e'tibor berasiz. Birinchi boshlab qaysi fe'llar bilan bugun ishlaymiz? Bitta tanishtirib chiqaman. E'tiboringizni doskaga qarating. Birinchi fe'limiz chitать, bu o'qimoq degani. Писать, yozmoq. Знать, bilmoq. Изучать, o'rganmoq. Проверять, tekshirmoq. Повторять, takrorlamoq. Работать, ishlamoq. Отдыхать, dam olmoq. Слушать, tinglamoq. Понимать, tushunmoq. Исправлять, xatoni to'g'irlamoq. Думать, o'ylamoq. Объяснять, tushuntirmoq. Завтракать, nonushta qilmoq. Ужинать, tushlik qilmoq, kechki ovqat yemoq. Обедать, tushlik qilmoq. Гулять, sayr qilmoq. Спрашивать, so'ramoq. Отвечать, javob bermoq. Слушать, tinglamoq degan. Ishlaydigan fe'llarimiz xuddi shulardan iborat. Endi keling, fe'llarni tuslanishiga qaraymiz. Bugun sizlar bilan hozirgi zamonda qanday tuslanadi fe'llar? Ya'niki, masalan, olaylik, o'qimoq fe'lini oladigan bo'lsa, men o'qiyapman, sen o'qiyapsan, u o'qiyapti, biz o'qiyapmiz, siz o'qiyapsiz, qanday tuslanadi? Asosan, boya aytayotganimizda fe'llarni e'tibor qilgan bo'lsangiz, chitать, писать, hammasini t mягкий знак bilan tugatdik. T mягкий знак fe'llarda, ya'niki moq shaklini anglatadi. Endi qanday yasaymiz? Yasayotgan paytingizda aynan moq shaklini tushirib qoldirasiz. T mягкий znakni tushirasizda. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'sha grafni chizib qo'yganmiz. Chita o'zagi qolyapti. Aynan o'sha o'zak bilan ishlaymiz. Ya, chitаю. Ya'niki men o'qiyapman. Yu qo'shimchasini qo'shyapman, man deganini anglatadi. Ты читаешь. Sen o'qiyapsan. Он, она читает. Он, bilasiz, мужской родda, она женский rodda. U o'qiyapti. Дальше мы читаем. Biz o'qiyapmiz. Вы читаете. Sizlar o'qiyapsizlar. Они читают. Keling endi o'zingiz mustaqil, как раз boya ishlagan fe'llarimiz, yodlashimiz kerak bo'lgan fe'llarimizga qarab olamiz. Masalan, aytaylik, спрашивать, so'ramoq fe'lini olamiz. Keling mustaqil tushunib ko'ring o'shani. Keling o'sha спрашивать so'zni tayyor qolipimizga solib ko'ramiz. Boya aytganimdek, qani nima qilar ekanmiz? Спрашивать ni yozamiz. Так. Спрашивать. Qani? Вот как раз T mягкий знак bilan so'z, ya'niki hali infinitiv shaklida, moq shaklida turibdi. T mягкий znakni olib tashlaymiz. Ishlaydigan osnovamiz, o'zakimiz mana. Tak, спрашива qolyapti. Qani qo'yib ko'ramiz men bilan birga. Я спрашиваю, ты спрашиваешь, он, она спрашивает, мы спрашиваем, вы спрашиваете, они спрашивают. Barcha fe'llarni xuddi shu shaklda qo'yib chiqishingiz mumkin, faqat u yerda pisat so'zi o'zagida ozgina o'zgarishga uchraydi. Ya'niki, e'tibor bering, rus tilida чередование degan tovushlar almashinuv degan holat bor. Ya'niki, u yerda s bilan sh almashinuv bo'ladi. Я пишу, ты пишешь, он, она пишет, мы пишем,
Вы пишете, они пишут. O'zingiz mustaqil tarzda yozib oling. Uyga vazifa barcha yozgan fe'llarimizni yaxshilab yodlab chiqing. Undan tashqari xuddi shu shakllarga qo'yib chiqing. Chunki insonda qo'l xotirasi, ko'z xotirasi degan narsalar ham bor. Uzoq vaqt yodlashingiz shart emas. Yana undan tashqari o'sha fe'llarni qayta-qayta yozgan paytingizda yanada xotirangizda mustahkam saqlanib qoladi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xayr.